Sen birodar musulmonsan, dindorsan. Bu yerda bitta savol bor. Sen dindor sifatida nimani xohlayapsan? Bu juda ham muhim savol. Kimdir din orqali dunyo matohiga yetishlikni xohlaydi. Kimdir dindor bo'lib ko'rinib, dindor bo'lib odamlarning hurmatini ko'zlaydi. Kimdir ana shu diniy ilm o'rgatiladigan majlisga keladi, daromadini ko'paytirish uchun, daveriyaga kirish uchun, u falon domlani shagirdi degan nom uchun soqol qo'yadi, namoz o'qiydi, odamlar nasihat tavarda osonroq berish uchun. Kimdir talib ilm degan nom olish uchun kelyapti. Va yana kimdir Alloh va uning roziligini ko'zlab kelyapti. Agar Allohni, uning payg'ambarini va oxirat diyorini istaydigan bo'lsanglar, u holda shak shubhasiz Alloh sizlarning orangizdagi chiroyli amal qilguvchilar uchun ulug' mukofot jannatni tayinlab qo'ygandir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.